Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar kanalimizning a'zolari. Bugun 8-yanvar 2026-yil navbatdagi laboga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Yo'q, unaqasi yo'q, unaqa bo'lsa qimmat bo'lishi kerak. Ha, xudo xolasa. Polg'ani rezinka qo'ydik. Yoniga nimalar qo'yildi? Konteyner pollar qo'yildi. Mabetiga mana qattiq tegadigan bo'lsa, zarbada hech qanaqa bukilmaydi, qirilmaydi. Bu mabramaga zarba o'tkazmaydi. Penaplekslarni ham xuddi shu holatda ushlaydi. Hashay-pashay sovuqni orqa tomonga o'tkazmaslik uchun qilinadi. Yo'llari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'l kelmaydi. Rezinkalarimiz alohida keldi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Rezinkalarimiz xudo xolasa bor. Yoniga sondiqchalari, tomiga bagaj, orqasiga dugalari ham bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaveringlar. Biz manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Ordon qishlog'i, svetofor yaqinida 1 soat 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga обязательно yozib qo'yinglar. Keyingi ishlarni to'g'rilab ketamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib navbatdagi labo va orqasida undan keyingi labo. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat.